Assalomu alaykum. Bu YouTube'dagi birinchi video. Xudo xolasa yaxshi chiqadi deb o'ylayman. Mavzu shu Linux operatsion tizimini VirtualBoxga o'rnatish. Ya'ni qanaqa qilib Linux ishlatsam bo'ladi degan savolga javob. Ya'ni Xudo xolasa ko'plab talablardan kelib chiqqan holatda ushbu videoni olishga qaror qildik. Короче, qo'ldan kelgancha poddeshi qilasizlar degan umiddaman. Hammaga rahmat. Bunday videoni boshladik. Kompyuterga Kali Linux o'rnatish bo'yicha ko'plab savollar tushib kelayotgani sababli men hammaga bittalab video yozib o'tirgim kelmadi. Birdaniga bittagina YouTube'ga video yozib qo'yib, ana shu orqali ko'rishinglarni maslahat berdim. Unda men bilgan ketma-ketliklar bo'yicha oson o'rnatish ko'rib ketamiz. Va shu bilan savolinglar yokida yana qo'shimcha shunga o'xshagan kiber xavfsizligiga oid savollar bo'lsa, pastda kommentariyada qoldirsanglar, xudo xolasa keyingi videolardan ko'rib ketamiz. Unda biz boshladik. Avvalambor Devoy brauzer ochamiz. Biz o'zimizlarni ishlab turgan hostimiz, ya'ni Windows qurilmamizga VirtualBox o'rnata olishimiz kerak bo'ladi. Albatta, o'rganish sifatida bu narsani ketma-ket qilib ketishimiz zarur. Xo'p, shunchaki VirtualBox deb poyezd beramiz va biz birinchi chiqqan Oracle virtualbox.org veb-saytiga kiramiz. Undan keyin bizga chiqqan oynadan download qismiga o'tamiz. Va bu yerda biz VirtualBox o'zimiz ishlatayotgan operatsion tizimga qarab turib, uni o'rnata olishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun meni holatimda bu Windows. Men hozir Windowsga o'rnatishim kerak bo'ladi. Windows host tanlaymiz. Agar Mac bo'lsa Mac, Intel hostlarga, ya'ni Intel chiplariga yoki Apple Silicon, hokazo, Linux distributionlariga bor. Shularni ketma-ket o'rnatib olsak bo'ladi. Xo'p, bu tushkunigacha men nima qilaman? Yana bitta poyezd bilan Kali Linux deb Kali Linux chiqqan birinchi kali.org veb-saytiga kiraman. Mana to'g'ridan-to'g'ri shu Kali Linux penetration testing ishlatiladigan distribution Kali Linux hisoblanadi. Va bu bilan kella bo'lim tanishib chiqsak, o'zi nimalar qila oladi, nimalarga ega. Xo'p, qarasak, pen testing, ya'ni penetration testingda ko'p ishlatiladigan distributionlardan birligini aytibdi. Bundan keyin pastda dokumentatsiya qismini bir o'qib chiqsak, ya'ni nimalar borligi bilan tanishib ketamiz. Ushbu Kali, ya'ni default formatda uni ko'rinishi va biz shu videoda shu o'rnatish qismiga yetib kelamiz va qolganlari xudo xolasa keyingi videolarda chiqadi. Okey, bu yerda barcha toollar bu yerda mavjudligini aytibdi. Top toollarni bu yerda ketma-ket qo'yib ketgan. Map, Scott Map, Metasploit Framework, John the Ripper, Ghidra, Park Suite, hokazo. Bu yerda Kali Linux ham yozib, endi bu yerda desktop formatda aytibdi. Ya'ni bu yerda Windows modlarini ko'rsatyapti. Ya'ni qanaqa holatda ishlatsak bo'ladi va bu yerda telefon formatda ishlatsak bo'ladi. NetHunter, Kali NetHunter orqali. Ya'ni Windows oynalari Windowsga asosan, lekin Linux orqali ishlatsak ham bo'ladi. Va bu yerda o'rnatish usullari, necha xil o'rnatish usuli bor. Ya'ni bizda RAM chiplariga va qattiq disklarga cloud formatda yoki konteyner formatda Linux o'rnatishimiz mumkin va mobil qurilmalar uchun, ya'ni ichiga kirib, misol necha xil qurilma bor, qaysilariga o'rnatsak bo'ladi, shular bilan tanishib ketsanglar bo'ladi. USB, live USB flashkalar orqali Linux o'rnatishimiz mumkin. Bu holatda virtual mashinalarga, aynan biz bu case'da ko'rib ketadiganimiz bu virtual mashinalarga bo'ladi. Xo'p, va WSL bu Windows oynalari orqali ishlaydigan Linux terminal hisoblanadi. Ya'ni to'liq Linux bo'lmaydi. Ya'ni bu yerdan o'zingizlarning desktopinglarni tanlaydi ortda. XFC bor, ya'ni XFC ko'rinishi default formatda o'zi. Va bizda GNOME versiyali, ya'ni MacBookga o'xshagan unaqa chiroyli oynali, chiroyli dizaynga ega. Va bizda bo'ladi KDE Plasma formatda. Windows panellariga o'xshab, shunaqa ochiladigan chiroyli o'zingizlarga tanlab, ya'ni qaysi biri yoqqan bo'lsa, o'shani tanlab ishlatishingiz mumkin. Va bu yerda o'zini versiyalar bilan tanishtiryapti. Qanaqa nima, qaysi biri nima chiqishadi. Va bu Open Security tomonidan chiqarilgan Kali Linux hisoblanadi. Okey, biz shu oynadan download qismiga o'tamiz. Bizda install image qismi bor va bizda virtual machines bor. Ya'ni biz bu holatda virtual machinelarga o'rnatishimiz kerak, yuqorida gaplashgandik. Virtual machine tanlaymiz va pastda VirtualBox qismi bor. Ya'ni recommended deb yozib qo'ygan o'zi. Shu VirtualBox qismini yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Yarim soatdan 1 soatgacha, balki 15 minutda ham olish mumkin. Xo'p, men buni o'rnatib o'tirmayman, ya'ni .7zip formatda tashlab beradi bizga. Menda bu o'rnatganman, shuning uchun sizlar o'rnatib olguningizcha 3-chi dastur o'rnatishni boshlaymiz. 7zip, shunchaki 7zip manager deb yozamiz va 7zip.org veb-saytiga kirsak, bizdan to'g'ridan-to'g'ri link kutib oladi. Ushbu link bosish orqali biz 64 bitli, ya'ni o'zimizning Windows'imizga qarab turib
o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Okey, bu tushdi. Va endi qiladigan ishimiz nima? Ketma-ket hammasini kompyuterga o'rnatib chiqish. Birinchi o'rinda VirtualBox installer image o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Next, shunchaki accept, next deb, ya'ni ketma-ket o'rnatib ketaverasizlar. Install. Sizlarga yaxshi eslatma, agarda sizlarda o'rnatish qismida VirtualBox o'rnatilmasa, shu haqida ham bitta video qilaman. Ya'ni bu yerda Microsoft Visual Studio 2019 C++ o'zini podдержка qiladigan dasturlar bor. Ana shularni o'rnatilmay qolish ehtimoli bor va bularni men keyingi videolarda chiqarishim mumkin. Agarda sizlarda ham shunaqa muammo tug'ilsa, pastda kommentariyada yozib beringlar. Xo'p, bu o'rnatilguncha nima qilaman? Bu yerdan Semzik Manager o'rnatib olaman tizimga. Run, installed. Ya'ni easy. Bu menda o'rnatib bo'lindi. Bizda o'rnatish qismi tugadi. Finish. Va bizda bu avtomatik tarzda ochiladi. Bu men uchun install bo'ldi. Close qo'yib bo'ladi. Sizda ham xuddi shunaqa o'yin ochiladi. Ya'ni oq bo'lishi mumkin, qora bo'lishi mumkin. Sizdan desktop formatiga qarang. Endi bu oynadan biz tushirishimiz kerak bo'lgan narsa, boyaga gaplashganimiz, ya'ni Kali Linux 2025 o'sha VirtualBox versiyasi edi. Buni virtual machine'ga o'rnatishdan oldin, ya'ni VirtualBox'ga o'rnatishdan oldin uni zipdan chiqarishimiz kerak. Qanaqa qilib? Chiqonchani olib kelamiz, o'ng tarafga bosib, bu oynadan Open with tanlab, Choose another app. Tizimimizdan qidirishimiz kerak ekan. Choose another application. Bu yerda Semzik Manager chiqadi program files ichida. Ya'ni aynan shu joyda C program files ichida. Va bu yerdan Semzik tanlaymiz, G ni tanlab qo'yamiz. Open qilsak, bizga GUI qismi always tanlab qo'ysak, buni ya'ni 2 marta ustini bosish orqali buni extract qilishimiz mumkin. Yoki shunchaki sichqonchani o'ng tarafini bosib extract all. Extract va bu to'g'ridan to'g'ri bizani kompyuterimizga alohida papka ko'rinishida zipdan chiqarib beradi. Bu yerda 24 daqiqa kutishingiz mumkin. Birinchi ya'ni bu kompyuter kuchiga qarab turib tez sekin bo'ladi. Bu holatda sizlarga maslahat bergan bo'lardim. Hech qanaqa clean hech narsalarni bosib olmagan holatda kutib o'tirishinglarni, sababi bu juda ham Linux o'rnatilishiga bog'liq bo'lgan fayllarni ekstrakt qiladi. Ya'ni bu oynada nimadir tegib ketsalar, ya'ni o'rnatilish qismida qanaqadir muammolarga duch kelishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun lutchi bunaqa o'rnatish qismida hech narsaga tegmaganida borib kofe damlab ichib kelib yaxshi. Shundoq faylni o'zini ochib beradi va buni X bosib shunchaki mana bu papkani ichiga kirib turib ham bugungi kirish orqali ikkita faylga duch kelamiz. Ya'ni biri bizda bo'ladi. Keldi mashina extension orqali show qilib, ya'ni file name extensionini yoqib qo'yamiz. Bu holatda bizga bu nima fayl tipidaligi ko'rinib turadi, ya'ni type ko'rinib turadi bizga. Endi bizda VBox va VDI fayllarimiz bor. Bu holatda biz shunchaki VBox faylini ustiga 2 marta bosish orqali o'zimizning VirtualBox'imizga Linuxni avtomatik formatda o'rnatib olishimiz mumkin. Juda ham oson. Keyin buni to'g'ridan-to'g'ri nastroykalar bilan tanishib ketamiz. İşte keyin oson bo'lishi uchun settings qismiga o'tamiz. Bu yerdan OS qismi Linuxga qoladi va nomini o'zgartirishimiz mumkin. Lekin maslahat berilmaydi, sababi bu yerda fayllar bir-biriga tushmasligi orqali sizlar bir xil muammolarga duch kelib qolasiz. Debian 64 motherboard, ya'ni ona plataga necha gigabayt RAM bermoqchisizlar, shuni berasizlar. Misol men berish xohladim, tizimingizga qarab turib, misol 8 GB bo'lsa 4 GB berganlar yaxshi. Ya'ni 8 berib qo'ysanglar bo'lmaydi. Ya'ni tizimni polniy RAM-ni olib ishlataverish mumkin. 4096 men uchun yetarli. Protsessor menga 4 ta o'rtacha. Ya'ni men bemalol yetadi. Video karta, display qismi, ya'ni video memory 128 MB tursin oxirigacha. Keyingi qismda bizda bo'ladi network qismi, ya'ni tarmoqqa oid qismi. Va bu holatda bizda NAT dan bridge adapterga o'tkazib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bridge adapter nimaga kerak? Bizga ya'ni to'g'ridan to'g'ri Wi-Fi qanaqa IP bersa, ana o'sha holatda olishimiz uchun va tashqi tarmoqqa mana shu Wi-Fi-dagi bo'lgan qurilmalarga to'g'ridan to'g'ri connection qila olishimiz uchun bizga bridge adapterimiz kerak bo'ladi. Xo'p. NAT haqida yana gaplashamiz. Keyingi videolarda xudo xolisa chiqarishga harakat qilaman. USB qismini 3 ga o'tkazib qo'ysalar yaxshi. Okey. Va bu oynada bizani уже Linuximiz tayyor bo'ldi ishga tushishga. Va bu yerdan startni bosamiz. Bu borada sizlarga yaxshi eslatma. Sizlar kompyuterni ingliz tilida ishlatishga harakat qilinglar. Sababi ingliz tilida chuqurroq, ya'ni ko'proq bilimga ega bo'lishingiz mumkin kiberxavfsizlik, chunki ko'p narsalar ingliz tili ustiga qurilgan.
Shuning uchun atrof muhitni inglizcha qilsanglar, ya'ni ko'proq ingliz tilida kontent olsanglar, yaxshiroq tushunishga harakat qilasiz. Okey, bizani mashinamiz start bo'ldi. Bu yerdan minus bossak, tak. Bu yerda VM qanchalik ishga tushganini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi holatda endi yonyapti. Tak, biz ishga tushganini qayerdan bilamiz? Shunchaki bu yerda show ikonkasi chiqib qolishi mumkin yoki sizlarda ham pastdan ochilishi boshlaydi. Bu yerdan X tanlaymiz. Ya'ni ortiqcha o'yinlar kerak emas. Full screen qilsak, va bizga Linuximiz yonishni boshlaydi. Va mana to'g'ridan-to'g'ri login screenga olib kiradi, ya'ni tizimga kirishim uchun. Va menda username parol yo'q. Qayerdan bilaman buni username parolni? Bu yoqqa kelsak, VirtualBox o'ziga pastda description qismida bizga ozgina ma'lumot yozib ketgan. Shu rolling qismi, ya'ni shu versiyada va undan keyin username kali bo'ladi, paroli ham kali bo'ladi. Amerikanskiy keyboard yozasizlar dot. Xo'p, bu yerda o'zim linklari bizga tushunarli. Endi bu yerdan kali. Boom. Va biz tizimdamiz. Bizda kichkinagina oynacha bo'lib turadi. Buni yechimi shunchaki oddiygina tepadagi panelga ushimiz, tortamiz va tepaga yana bitta ursak bo'ldi. Bizani full screenimiz tayyor bo'ladi. Endi qiladigan ishimiz bu yerdan kichkina menyuchalar bilan tanishib ketsak. Bu yerdan to'g'ridan-to'g'ri nastroykaga o'tib ketishimiz mumkin. Ya'ni Linuxdan to'g'ridan-to'g'ri nastroykasiga bu oynadan. Hop, keyingiz bizda machine qismidan screenshot olishimiz mumkin, mana shu qismini yoki-da pauza qilib qo'yishimiz mumkin ishlab turgan holatda VirtualBox, ya'ni shu oynani Linuxni va reset tizimga reboot berishimiz mumkin, shutdown qilib tizimni o'chirishimiz mumkin. View qismidan, ya'ni ko'rish qismidan full screen mode qilsak, ya'ni tepadagi, ya'ni don't show again, okay, switch. Tepalari polностью bizning qurilmamiz Linuxga o'xshab, ya'ni asosiyga o'xshab turadi, lekin 4 ta barmoq bilan buni tepaga ko'tarsak, shunchaki pastga tushirish orqali sichqonchani biz bu yerdan yana orqaga qaytarishimiz mumkin. Linux kerak bo'ladi. Va bu oynadan keyingi ko'radigan narsalarimiz bu. Bundan oldin kelinglar, Linux o'zi nimalarga qodir, nimalari bor, shular bilan bitta tanishib ketsak. Hop, favorites qismi, ya'ni ko'p ishga tushiriladigan dasturlar, ya'ni terminal, root terminal, file manager, text editor, ya'ni o'zimizning bloknotga o'xshagan. Va ko'rishimiz mumkin bu yerda setting qismlari, setting manager, accessibility, ya'ni buni qo'shimcha konfiguratsiyalari, display o'zgartirishimiz mumkin, desktop formatda, ya'ni fonlarini o'zimizga yoqqan qismini tanlab, misol bemalol o'zgartirishimiz mumkin. O'zimiz yuklagan faylni ham qo'yishimiz mumkin. Qayerdan bu oynani tanlab, misol desktop yoki pictures faylni tanlab turib, u joyga rasm tushirish orqali orqa fonni o'zgartirishimiz mumkin va hokazo. Bular bilan keyinchalik tanishamiz va bu yerdan display qismi, bu yerda virtual, ya'ni qo'shimcha parametrlari bor, size bor, ya'ni resolution katta kichkina qilishimiz mumkin. Shu asosan shu. Bu yerda tool'lari information gatheringda ishlatiladigan tool'lar, ma'lumot to'plashda, vulnerability analiz, zaiflikni aniqlashda ishlatiladigan tool'lar, web application analiz, ya'ni veb-saytlarni pentest qilishda ishlatiladigan tool'lar va databazalarni ma'lumotlarni ko'rishda, parollarni buzishda, simsiz tarmoqlarni buzishda ishlatiladigan tool'larimiz bor. Reverse engineering, exploitation tool'lari, ko'plab bu yerda tool'larimiz mavjud. Xudo xolasa keyingi darslarimizda chuqurroq o'rganib ketamiz bularni. Endi tizimga kirganlarda oxirgi update'ga o'girishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Terminal ochamiz, ya'ni bu bizning o'zimizdan terminalcha kattalashtiramiz. Edit qismiga kelsak, zoom va zoom out. Shu narsani o'rganib olishimiz kerak birinchi bo'lib. Ctrl++ bizda zoom kattalashtiradi, shunchaki adashmasam Ctrl Shift tugmalarini bosib plus bossak bizga oynamiz kattalashadi va Ctrl bilan shunchaki minus bossak kichkinlashadi. Ya'ni Ctrl Shift bilan kattalashadi, minus bilan kichkinlashadi. Birinchi qiladigan ishimiz, ya'ni tizimni update qilib, oxirgi yangilanishga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Chunki faylimiz, ya'ni yuklab olgan faylimiz o'zi oxirgi yangilanishda bo'ladi. Misol uchun uni zip qilib olib qo'yib, boshqa kunlar ishlatgan bo'lganimizda ularni qayta ishga tushirish uchun, ya'ni yangilab o'tirishimiz uchun, ya'ni bunga yangilanish kelmaydi. Windowsga o'xshab asosiy bitta tashkilot yo'q buni boshqaradigan. Shu uchun keldi birinchi ko'rgan komandamiz sudo apt update. Ya'ni bu tizimni oxirgi pakejlarni, yangilangan oxirgi pakejlarni tizimga o'rnatib oladi. Va bu yerdan kali shunchaki parol teramiz va yozganimizda bu ko'rinmaydi. Sababi parol xavfsizligi, ya'ni Linuxda shunaqa ishlaydi. Va enter bosamiz, paroliga kali deb yozaman. Sababi kali userni parolini so'raydi bu yerda, kali bo'ladi shunchaki. Hop, ya'ni sudo bizda bu eng oxirgi huquqlarga ega bo'lgan, ya'ni butun
tizim boshqarishga ega bo'lgan root userni administrator deb tushunsak bo'ladi. Administrator orqali tizimni yangilayapmiz. Va bizada 1092 ta paket yangilandi va ularni tizimga o'rnatishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Shunchaki sudo apt upgrade deb yozamiz va bu shu o'rnatilgan 1902 ta paketni tizimimizga o'rnatib beradi. Va bizadan confirmation oynasi, ya'ni ruxsat so'rash, shuncha ma'lumot bor va joyingda senda shuncha bo'sh joying bor deydi. Shunchaki yes qilamiz, enter tanlaymiz. Bu tizimni yangilab xullas o'rnatib beradi. Internet tezligiga qarab bu yog'i tezlashib turadi. 15 daqiqadan 20 daqiqagacha bo'lishi mumkin. Hammada har xil. Xo'p, kelinglar endi bir hakercha stil qilish uchun shunchaki fayl qismiga o'tib, preferensiyaga o'tamiz va bu yerdan shunchaki Kali dark o'rniga shunchaki green on black screen tanlab qo'yamiz. Va bu yerdan apply and okay. Va yana shu ish. Ctrl Shift plus bosamiz, ozgina kattalashtirib. Ya'ni o'zingizlar esa hakercha stil qilsangiz bo'ladi. Xo'p. Bu to'lgandan keyin, ya'ni 16% bo'lib turganda, bu to'lgandan keyin, ya'ni Kali Linux'ni bemalol o'zingizlar xohlaganda ishlatib, o'rnatib, o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Bizani kuzatishda davom eting. Like va podpiska tugmalari qolib ketmasin. Ya'ni o'zingizlarning fikringiz bo'lsa, pastda kommentariyada yozib ketinglar. Albatta keyingi videolar chiqarishga harakat qilaman. Salomat bo'linglar.